Barchaga assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar va kanalimga obuna bo'lmagan kichik dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan foydalanuvchilar haqida, ya'ni foydalanuvchilar noto'g'ri yoki bo'sh ma'lumotlar kiritmasligi uchun oldindan tekshiruv, ya'ni validation qilib qo'yamiz. Undan keyin esa sequalize validatorlar yordamida email, username, password kabi maydondagi qoidalar o'rnatamiz. Darsda biza XML, lang, not emper, is alphabets, custom validatorlarni o'rganamiz. Bo'lmasa, demak mavzudan tushungan bo'lsalar ham, bugungi asosiy mavzuyimiz shu, ya'ni asosiy qismi mana shu modelda bo'ladi va indeksda bo'ladi. Davay kelinglar, modelni ochib turib, buni bu yoqqa qo'yib olaman. Qo'shimchasiga yoniga indeksni ochib qo'yaman. Mana bu qismda shunchaki yopib qo'yamiz. Qani bo'lmasa, let's go deydi-yu. Qani ketdik. Xo'p. Biz nima qilamiz? Biz mana shuni o'zi bilan cheklanamiz. Yo'q. Endi bu yog'iga esa biz sal kuchliroq, ya'ni professionallikka ozroq yondashamiz. Bizga validatorlar kerak bo'ladi. Validate qismida nimalarni ko'rib chiqamiz? Validate'da biz ko'radigan narsalarni xudo xolasa bitta keyin tushuntiraman. Keyin tushunib olasizlar. Not imperials qismini shunchaki biz hozircha false qilib qo'yib turamiz. Buni tushuntiraman nimaligini, shoshmanglar. Yozayotganimga qilmaysizlar. Keyingisi length qo'yishimiz ham mumkin. Length qo'yamiz. Ya'ni bu maksimum nechtadan nechtagacha qabul qilish uchun ham 3 tadan 20 tagacha bo'lsa deyishimiz mumkin. Yoki is alfabetini is deb turib, misol uchun hamma is alfabet turib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz yo bo'lmasa is deb turib 2 nuqta, ya'ni mana bunaqa belgilarni ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Buning vazifasi, ya'ni mijoz shulardan boshqa narsa kirgiza olmaydi. Misol uchun qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa. Faqat ya'ni harflar, raqam yoki boshqa rejexlar shart emas. Shu holatda qilsak bo'ladi buniki. Endi email ga o'tadigan bo'lsak, email ga ham xuddi shu validate qo'yamizda, faqatgina bizga tekshirish uchun not impairs qo'ysak bo'ladi. Yo'q, shart emas. Shunchaki bunga email ga true qilib bering, ya'ni nima deydi, kuchukcha deydimi? Kuchukcha bilan yozganlarni qabul qilish uchun yoki orqasida qanaqadir Gmail yoki boshqa narsa bo'lishi uchun ishlatamiz. Asosan shu. Endi biza bu yerda endi kamaytiramiz va buni vazifalar mana. Not misol uchun impaired nima qiladi? Bo'sh string kiritishni taqiqlaydi. Ya'ni pustoy string jo'natish mumkin emas. Shuning uchun bunga nima qildik? False qildik. Length, min va max, ya'ni berilgan uzunliklar chegarasini belgilaydi. Ya'ni qanchadan qanchagacha, 20 tadan 30 ta. Aytishimiz mumkin XML, ya'ni ML format mana bu yerda XML vazifasi ML formatni tekshiruv, ya'ni qanaqadir so'z mana bu holatda bo'lsagina qabul qiladi. Misol uchun is alfabet faqat harflar bo'lishi kerakligi uchun misol is regex bo'ladi. Endi buni regex orqali maxsus format belgilash, ya'ni qanaqadir formatlarni belgilab qo'ysa bo'ladi. Katta harf, kichik harf shuning uchun. Endi biz hali custom validatorlarni o'tmadik. Shuning uchun shungachasi asosan shu. Endi bularni amalda ham birozgina tekshirib ko'rishimiz kerak. Bo'ldi, uchun bu qismni yopamiz va bunga o'tamiz. Endi bizda mana bu qism tayyor, buni o'chirib turamiz va davom etish maqsadida nima qilamiz? Endi biz yangi user qo'shyapmiz. Bizda mana yangi user qo'shish bo'limi bor, add user. Mana shu qismga misol uchun biz ikkita jo'natyapmiz. dedik misol uchun, yoki noto'g'ri email kirgizamiz. Misol uchun 31 mana shuni kirgizdik. Qolganini yozmadik. Buni ishlatishdak bo'ladimi? Ya'ni yangi user yaratildi yoki bizda xatolik qaytaradi. Xatolik qaytarishi. Chunki bizning shartlarimiz endi boshqacha bo'ldi va tekshirsak bizga mana xatolik yuz berdi. Validation error. Ya'ni validation lane on username failed debdi.
validation is ml on is ml field deyapti. Yana ko'rayotgan bo'lsak, bizga ikkita mlda hatto ikkita xatoligimiz aytadi. Birinchisi, buning uzunligi ml ichidagi uzunlik qisqa deyapti, ya'ni kam. Bunda esa boshqachasini aytyapti. Agar mabodo biz proyektimizga password qo'shadigan bo'lsak, ya'ni mana bu qatlamga password qo'shadigan bo'lib qoldik deylikda. Qo'shaylik. Mana password qo'shayotgan paytimizda biz data type'ni nima qilamiz? Ko'pincha string yaxshi. Null qiymat qabul qilmasin. Bular bilasizlar nimagaligini. Endi unga biz validator qo'shsak bo'ladi. Ya'ni unda esa validator qo'shamiz. Validate qo'shamizda validate'ga aytamiz nimalar qilishini. Aytishimiz mumkin, bunga xuddi shu biz shunaqa qabul qilmasin, mayli yozib qo'yamiz. Undan keyingisi bo'lishi mumkin loading, ya'ni lower case desak ham bo'ladi, yoki long shunaqamiz ekan. Juxmi shunaqa hence and desak bo'lar ekan. Endi bu o'zingizga ham bog'liq. Endi bu yerga misol uchun biz value kirgizamiz. Misol uchun value qiymat, ya'ni kelayotgan qiymatni tekshirish uchun if agar kelayotgan valuening length qanaqadir nimadandir kichkina bo'lsa, misol 6 dan yoki 8 dan kichkina bo'lsa, unga xatolik shava, ya'ni maksimal 8 tagacha kirgizishim kerak degan xatoni unga jo'natsak nima bo'ladi? Yoki mana hashni ham qo'shib ketsak bo'ladi. Avtomatik hashlab ketadi. Buni keyingi darslarda qo'shaylik. Keyin hozircha semirib ketamiz dedik. Shu narsa bo'lyapti. Tak, nimadir xato deyapti. Hozir bu is value deyapti. Hop, buniki mana passwordniki mana nimadir qolib ketdi deyapti. Endi buni o'zimiz ham qo'shsak bo'laveradi. Hop, value. Keling, mana buni bitta olib turib tekshiraylik, ya'ni qayerdadir xatolik borligini tekshirib olamiz. Oldik. Mana shu holatda bo'lsa, bu funksiya shaklida yozishimizni so'rayapti bizdan. Funksiya shaklida, mana bunday shaklda ekan, bo'ldi, tushundim. Ya'ni funksiya shaklida so'rayapti, ya'ni qanaqadir qiymat uchun funksiya deyapti, bo'ldi. Xo'p, ya'ni bizda bu aytishimiz mumkin 8 tagacha yoki 8 dan ko'proq bo'lishini ta'minlashimiz mumkin. Ya'ni parol kamida 8 ta birigidan iborat bo'lishi kerak degan shunga o'xshagan so'z ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu hozir bizda kerak emas, chunki biz aniq qo'shmadik, passwordimiz yo'q, shuning uchun turibdi hozircha. Endi catchda ichida ham qanaqadir, ya'ni har bitta xatoliklarga biz qanaqadir qo'shimchalar qilsak bo'ladi. Ya'ni mana bu qismda catchda bizga filan o'z xatolik keladi-yu, faqat biz ko'ramiz. Ya'ni bunda o'zi maxsus belgilari bor. Ya'ni qanaqa if agar kelayotgan errorning name, ya'ni sequalizening ichidagi, ya'ni misol uchun qanaqadir unicorn bo'lishi mumkin. Yo'q, bizda xos emas. Bitta name bor. Aniq teng bo'lsa sequalized ichidagi, ya'ni validate error, ya'ni validation errorga to'g'ri kelsa, bizga o'sha messajni qaytargan, aks holatda bo'lsa, mana shuni qaytargan, xatolik yuz berdi degan so'zni qaytarib qo'yadi. Ya'ni bu nima qilyapti? Bu qanaqadir bir xatolik kelib chiqishini oldini olish uchun chiqaryapmiz, lekin mana shu yerda ozgina yana bitta o'zgartirish kiritaylik-da. Ya'ni kelayotgan errorslarni bizda error bor, o'shani aytamiz, ichidagi errorslarni nuqta for each qilgan nimasini, errorlarini va errorlarni konsolga chiqargan. Mana shu holatda bizga error kerak emas, endi errorsning nolinchisi ham kerak emas, shunchaki errorni chiqargin deb qo'ysak bo'ldi. Mana shu holat to'g'ri bo'ladi. Mana qanaqa.
Bu nima qiladi? Bu aylanadi, bir qator bitta ko'rib keladi deydi. Ko'rib keladi, ya'ni qanaqadir foydalanuvchi yaratishda xatolik yoki boshqa qanaqadir misol uchun xatoliklar yoki boshqa bir narsalar uchun qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Ya'ni xatolik yuz berdi yoki boshqa qildi degan maqsaddan qo'yishingiz bor. Endi o'ziga qarang, noma'lum xato deb qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bizga noma'lum xatolik deb qo'ysak, yuz berdi desak, mana bu yerga esa foydalanuvchi yaratishda xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin yoki bitta aytishimiz mumkin validation xatoliklari deb qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham bitta usuli. Ya'ni qanaqadir ma'lumot qilsak, tekshirsak, bizda mana bunda chiqadi. Ko'ryapsizlar? Har bitta xatolikni ketma-ketlikda chiqarib berishi uchun, ya'ni bundan ko'ra bu sal optimalroq yechim bo'ladi. Ya'ni professional yondashuv bo'ladi. Endi bizda nimalarni qildik? Xulosa, bugungi darsda nimalar ko'rdik? Ko'rishimiz mumkin, allow null faqat null qiymatlarni oldini olish uchun validationlar, customers validationlar qildik. Customers validationlar qaysi bo'ldi? Mana bu customers validation hisoblanadi. Ya'ni mana bu. Bundan nega o'zingiz boshqacha nom bersiz bo'ladi. Endi men o'zimcha inglizcha bir nom bermoqchi bo'ldim. Paka bo'lar. Endi xolos hashlash uchun ham bu yerga customers validationlar qo'ysangiz bo'laveradi. Darsimiz shu yerda tugadi. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.